Men bu oyatda hech qanday muammoni ko'rmayapman. Muammo shubhada. Payg'ambar ikkilanib, shubhalanadi. U kelajakda unga nima bo'lishini bilmaydi. Kelajakda unga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Buni hech kim bilmaydi. Hatto Iso ham bilmaydi. Bu Injilda aytilgan. Injilda hech kim kelajak haqida bilmaydi. O'sha kun va soat haqida hatto farishtalar ham, hatto inson o'g'li ham bilmaydi. Buni faqat Alloh taolo biladi deyilgan. Iso Masih yolg'onchi deb aytmoqchimisiz? Yo'q. Ammo Iso Masihning o'zi kelajakni bilmasligini aytgan. Siz nima qila olasiz? Siz nima ham qila olardingiz? Tamom. Javob yo'q. Ko'ryapsizmi? Iso Injilning xushxabarida dunyoga men bilmayman deydi. Va odam hamma narsani bila olmaydi. Bu holat normal holat hisoblanadi. U nimanidir biladi, nimanidir bilmaydi. Bu shuni anglatadiki, Iso Masih Muhammad payg'ambar singari inson edi. Ular Xudo emas. Xudo bilmayman deb ayta olmaydi. Shunday qilib Muhammad payg'ambar bu haqda aytgan. Shunday emasmi? Hech kim yo'q men hamma narsani bilaman deb da'vo qila olmaydi. Agar birortasi shunday desa, u shunchaki ahmoq va odamlarni aldaydi. Payg'ambarimiz